Yunusobod rayoni Zenit Islomobod mahallada, Islomobod ko'chasida 860 sotu uy sotilyapti. Oldi tarafi paltar etashga, orqa tarafi ham paltar etashga. 8-9 xonali, fasadi 20 metr. Bu orqa tarafdagi, tarafdagi uy mana kuxnyasi bor, katta o'tiradigan joylari bilan. Общий sanuzil, zali, naryoqda bitta spalnisi bor. Sizlarga oldi tarafdagi asosiy uy ko'rsatamiz. Hovlisini ko'ryapsizlar, mevali daraxtlar, hamma narsa bor ekan. Zo'r ekan. Ayolga uy qarang. Islomobod mahalla Zenitda eng yaxshi mahalladan hisoblanadi. Islomobod ko'chalarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi yonida yem-produktlar, hammasi yangi uyda. Kirishimiz bilan katta hol kutib oladi mana. Boylarga yuradi, shunaqa 90-2000 Shum pol hammasi parketningda. Katta zal. Shu paytlar hamma zalga ahamiyat berishgan. Rosa ko'p shu paytlar mehmonga kelganda. Yosparli. Bu yana bitta zal, bu ham katta, zo'r. Bu mehmonlar tashqaridan kelib ketaveradi. Ichkariga kirib o'tirmaydi, uyda aylanib o'tirmaydi, mana shu kirib turishadi. Bu kuxnya, bu ham sanuzil. Yo'lda ham spalniy bor ekan, faqat yopiq ekan. Bu detskiy. Sizlarga podvolni ko'rsatamiz. Podvolda sauna bor, kotelniy bor, katta trenajyorniy zali bor. Mana bu ko'chasi Islomobod mahalla, mana hamma yonidagi hammasi yevroga. 863 sotu, 8 ta xonali podvollari bilan yaxshi uy, narxini 650 ming deymiz.